insonni hayotda o'zini vazifasida bo'lishi. O'zini vazifasi nima o'zi bu? O'zini vazifasida bo'lishi, o'zini vazifamizdamiz aslida, lekin asl o'rnimizda bo'lishimizda. O'zi hozirgi turganimiz ham o'zimizni vazifamizdamiz. Hozir yashayotgan hayotimiz ham bu bizning o'zimizni vazifamiz. Lekin asl ma'no shundaki, harakatlarimizdan-da, izlanishlarimizdan, bilimda harakatlanishimizdan yoki o'zimizni anglash jarayonidagi harakatlarimizni asl ma'nosi, men shunday deb bilaman, aynan o'zimniki shunda, o'zimni asl o'rnimni chuqurroq anglash, asl vazifamni anglash. Mana qarang, bunday tushuntiraman. Biz ham planetadamiz, yer sharidamiz, yer planetasining ichidamiz, Gaia tizimining ichidamiz va har bir inson tanani ichida, ya'ni tanada ruh bor. Ruhda bu yerda o'zining vazifasi bor. Ma'lum bir o'zi anglash kerak bo'lgan jarayonlardan yashab o'tib, lekin planetaga ham xizmat ko'rsatib ketadigan joyi bor-da. Chunki aynan shu planetada, aynan shu hayotda shunchaki mavjud emasmiz-da. Asl vazifa mana shuni his qila olishda-da, his qila olish. Olam darajasida, borliq darajada keng sizdagi darajada xizmat. cheksiz xizmatda, cheksiz xizmatni his qila olishda. His qilib topasan uni. His qilinadi. Aynan his qilib. His qilib nimaga, qanaqa his qilinadi-da? Shu yuqorida aytgandek, hozir hamma joyda bilimlar, potoklar shu darajada keng ma'noda ochiq, tor ma'noda qaraydigan bo'lsak ham, har bir tarmoqlarda bilimlar mavjud, o'z-o'zini anglashga qaratilgan, aynan shu yo'nalishda. O'zini chuqurroq hayotdagi mavjudlik sababini anglashga qaratilgan bilimlar mavjud va hamma o'zi chiqishi kerak bo'lgan kenglikka, ya'ni o'lchamga deylik. Endi men o'lcham kengliklar bilan ishlayman-ku, shu baribir shu yerga tortadi-da, boshqacha qilib tushunarli qisqartira olmayapman. Xo'p, shu o'lchamga, shu kenglikka, ong kengligimizga-da, shu o'lchamga qaysi darajaga chiqishimiz kerak bo'lsa, har birimiz shu darajaga olib boradigan yo'lni tanlaymiz. Buni men bu misol uchun kimdir ezoterik psixologiya orqali shug'ullanadi, kimdir psixologiyaning boshqa yo'nalishida, o'zi bilan hammasini psixologiya deb ham bo'lmaydi. Psixologiya emas o'zi. Psixologiya chunki fan, bular fan tarkibiga kirmagan. Ilmiy fan tarkibiga kiritilmagan. Psixologiya bu fan. Bular nima deydi? Amaliy tajribalar desak ham bo'ladi. Chunki yashab o'tilgan tajribalar asosida yaratilgan bilimlar jamlanmasi. Hamma o'ziga kerakli bo'lgan tanlov qiladi. Shunchaki qaysidir bilimda paydo bo'lib qolmaydi-da. Tanlovni qiladi va shu bilim orqali harakatlanadi. Va harakatlanish jarayonida ongingiz evolyutsiya qilishi, evolyutsiya jarayonidan o'tish jarayonlarida energiyangiz shu kenglikka yetib boradiki, sizga kerakli bo'lgan kenglikka, va siz u kenglikda yerdagi asl missiyangiz, ya'ni asl mavjudligingizni mohiyatini his qilishni boshlaysiz-da. Ya'ni biz yashayapmiz, mana imtihon topshirish uchun kelganmiz yoki bu har biri saroblaydigan fikrlar borki, oddiy o'zimizning so'zlarimiz orasida, xalq orasida-da yolg'on dunyo, yana nima deydi? Bir narsa dunyo, nima o'tkinchi dunyo shunaqa so'zlar borki, bular hammasi to'g'ri, rostdan ham shunday. Lekin biz bu yerda mavjudmiz-da. Mana shu sarobli jarayonlar ichida o'zimiz rolimizni, vazifamizni parallelni yashab berishimiz kerak. Ota-onalik rolimizni yoki farzandlik rolimizni, inson sifatidagi rollarimizni ham bajarib ketishimiz kerak-da. Shu bilan birga olam darajasidagi asl xizmatingizni anglaganingizda, shu turgan o'rningizda farzandlik, ota-onalik, kasblik, hamkasblik, umuman bular nomi ko'p-ku, cheksiz. Ana shu turgan obrazlaringizda ham shunaqa kenglikda yashashni boshlaysiz, shunaqa yengillikda yashashni boshlaysiz deb his qilaman-da. Buni nimaga asosan aytyapman? O'zim ustozlarimda ko'rgan, his qilgan jarayonlarimga va o'zim shaxsiy jarayonlarimga va o'zim o'tkazib bergan o'quvchilarda ko'rgan jarayonlarimga yengillashib boraveradi-da. Chunki anglaysiz, to'g'ri, bu illyuziya, bu yolg'on. Bunga bog'lanib bo'lmaydi. Biz yashayotgan hayot to'g'ri, bu rostdan ham shunday. Lekin biz baribir bu yerdan yashab o'tishimiz kerak. Buni asl mohiyatini his qilganingizda siz shunchaki yuzaki bu o'tkinchi dunyo deb qaralmaysiz.
yoki shunchaki bu yuzaki qarashda, yengil qarashda bu sarobli yolg'on dunyo deb kerak emas degan nazarni uyg'otib qara olmaysiz. Nazaringiz kengayib ketgan paytda siz shu o'lchamga, ya'ni o'zingizni ruhingizga kerakli o'lchamga kenglikda yashashni boshlaganingizda yerda turib siz hamma narsaga ilohiy bir jarayonlarni ko'rib, ilohiy bir mavjudlikni ko'rib, bu saroblilikni ham ilohiy yaratilish ma'no mazmunini ko'rib va sizni bu yerdagi o'zingizni o'rningizni his qilishni boshlaysizda. Ish ko'p gaplarimizni tushunib turibmaykanlar. Yo'q, bir narsa hozir men o'zim shaxsiy o'zimni tushunganim, demak, sarobning ichida haqiqat bor. Shu haqiqatni his etishing kerak, shuni his etganda haqiqiy o'rnindasan. Haqiqiy o'rningdasiz. Demak, men fikrimcha bu sarobning ichida meni haqiqatim faqat meni ichimda. Sizni haqiqatingiz faqat sizni ichingizda. Shu orqali boriladi. Xuddi shu narsada, ya'ni buni mana taniqli olim psixologlar kitoblarida ham bor-ku. Senenev kitobida ham borki, har bir inson deydi o'zini dunyosida yashaydi deydi. Va har bir inson o'zini dunyosida yashab turganda, atrofidagi boshqa odamlar ham o'zini ichki dunyosida yashab turib harakatlanayotganini anglaganda, buni ongli tarzda tushunib olganda, munosabatlarda yoki hayotiy jarayonlarda hech qanaqa bir kelishmovchiliklarga o'rin qolmaydi deydi. Chunki hamma o'zini olamida kelib chiqib, o'zini ichki olamida qanday dunyosi bo'lsa, xuddi shu nazar orqasi, ya'ni shu prizmadan qaraydi-da. Shu oynadan qaraydi, o'zini uyini oynasidan qaraydi. Ya'ni derazamizdan, oynamizdan tashqariga o'zimiz turgan uyni ichidan qaraymiz. Bizni ichki olamimiz bu bizning uyimiz. Bu bizning ichki holatimiz, bu hozirgi holatimiz, hozirgi o'rnimiz, hozirgi qarashlarimiz, bu bizning uyimizning holati. Va atrofimizdagi har bir insondagi har xil. Va hozir gaplashayotgan gaplarimizdan hamma o'zini ichki uyi orqali, ichki nazari orqali, o'zini dunyosi orqali nima kerak bo'lsa shuni qabul qilib olaveradi. Shunchaki yuragini ochib eshitsa bo'ldi. Ya'ni quloqda emas, yurakda ochib eshitsa. Chunki quloqqa bormaydi-da bu gaplar, biram aqldan chiqmayapti. Bu gaplar faqat hislardan chiqyapti. To'g'ri, aql ham bor orasida-da, lekin asosan qalbga boradigan gaplarda. Qalb ya'ni bu gaplarni his qilib tushuna olasizda. Aql tushunib olish uchun mana bunaqa bo'ladi deb aniq ko'rsatib berayotgan hech narsa yo'q. To'xtatasan.